Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 6-oyning 27-kuni shanba. Burunqi o'xshashlar sizlarga bir qism yangi uchurlarni yetkazib qo'yay. Bugun yetkazgan uchurlarida xalqaro uchurlar bor, undan keyin bizning vatan xalqimiz haqidagi uchurlar bor. Hozir bek ko'p ishlar bo'lyotdi Uyg'urlarga oid. Shunga har qatim mushtaq video ishlagan vaqtida o'zimni ba'zida qiynab qolaman. Qaysi uchurlarni desam bo'ldi, qaysini demasam bo'ldi deb. Agar bashchiq kirgizsam video uzrab ketar ekan, ashtaq bo'lsa ham o'zim muhim deb o'ylaganlarini tanlab qo'ydim biroz. Shuni yetkazib qo'yay. Eng cho'ng xabar yana mumkin shu Uyg'ur qonuniniki rasmiy qonun bo'lganligi, undan keyin John Bolton'niki kitobi haqida mush haqida paralarni ko'p bo'ldi. Endi mushning ichida chiqqan gaplarniki birisi Trump o'tgan yil e'lonlagan bir qarorni ijro qilmaydi, Uyg'urlar haqidagi qarorni degan gap bo'ldi. Ehtimol qarindoshlarniki bir qismi unutib qolgan bo'lishi mumkin u qarorniki nimaligini. O'tgan yil 10-oyda bir qaror e'lonlangan. Uningda Amerika hukumati mana shu Uyg'urlarniki kishilik huquqini dafsandiq qilish bilan munosabatlik lager, mana shu qul ishchilarniki ishlar bilan munosabatlik 28 idora, o'rin va shirkatlarni tanlab bular shularni qora tizimga kirgizgan. Mush shirkatlarni jazolaymiz deb. Undan boshqa yana 7 dak Xitoydagi amaldorlarni jazolaydigan obyekt qilib tizgan. Buning ichida Chen Chuanguo, undan keyin Shohrat Zokirov degan shu qator kishilar bor endi. Ashtaq bir qaror olgan o'tgan yil. Bu qatim endi John Bolton o'zining kitobida shu qarorni Donald Trump kechiktirib ijro qilmaydi degandek gaplar o'tirib chiqdi. Shunga u qaror nima qaror ekan desam, shu qaror bo'lib biraz kelib dedim. Hozir endi obdan o'ylab baqsaq, bu qatim shu John Boltonniki Amerikaniki sobiq davlat bexatarlik maslahatchisi John Boltonniki shu kitobining ishi Uyg'urlar uchun bir hisobda cho'ng foydasi bo'ldi. U nima degan chog'da Donald Trumpniki ba'zi ishlarini pash qilib yozgan bu kitobniki ma'nosi bilan butun dunyoda Uyg'ur masalasi yana bir qatim o'tirib chiqdi. Amaliyotda bu qatimki o'tirib chiqish darajasi qonunninki o'zidan yuqori bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'yladim. Bir qancha kun shu kitob Donald Trump Uyg'ur masalasi hamma butun dunyodagi medialarni qoplab ketdi. Burun Uyg'urlar o'qimagan kishilarni bu qatim keng ko'lamda bilib ketdi deb tushundim men. Ashta bir şey oldu. Bu men ishdan bir yaxshi ish kelib chiqdi. Endi qarindoshlar o'tirsida yana ba'zi qisman bas munozara bu narsalar bo'lyotdi. Zodi Donald Trumpniki Uyg'urlarga tutgan muomalasiga qanday qarash kerak degan narsani. Bu yerda bir tub masala bor. Hammalarniki qalsida aydin bo'lishi kerak. Hozir Uyg'urlarniki beshiga kelgan fojia, Xitoyniki Uyg'urlarga solgan vayronchilik, buzg'unchilik, bostirish, o'ltirish ishlari butun dunyoga bilindi hozir. Butun dunyodagi hukumatlar, bo'libmi Yevropadagi ellarning hukumatlari, BDT, Yevropa birligi hammasi o'qib bo'ldi bu ishlarni. Lekin hech qanday bir davlat yoki xalqaro organ Amerikadak Uyg'ur masalasida Amerikadak bir qaror olib, Amerikadak masalani uch qashqari o'tirib qo'yib, e'tirof qilib uni qilgan emas. Endi mushlarda Donald Trumpniki xarakter bo'yicha qaragan chog'da, buniki shu Hong Kongga masalasi tutgan pozitsiyasi yoki Tibetlik boshqa Uyg'urlar tutgan masalasi qaragan chog'da uningda kishilik huquqqa uncha ko'ngil bo'lmaydigan bir xil xarakterni borligi rost. Lekin agar Donald Trump tus bo'layman degan bo'lsa, Amerikada Uyg'urlar to'g'ri e'lonlangan qonun bu nurg'un bir qism narsalarni hech bo'lmasa tusishga harakat qilib baqatdi bu. Unda qilgan yeri yo'q. Shu yaqinda chiqqan oshkorlangan ishlarda asosan Trump o'ziniki qo'l ostidagilarni Pompeo, undan keyin Mike Pence qilganlarga Uyg'urlarni bir taraf qilganlar deb shularga
yeşil chiroq yiqib bergan ish bo'lmasa. Ammo hech qanday to'sqinlik qildigan ishlarni qilib boqqandek emas. Shunga shu nuqtadan biz yanılamkin Donald Trump'a, Amerika hukumatiga, Amerika xalqiga, Amerikaga rahmat aytishimiz kerak. Bu to'g'riliq bizniki undan ko'p bo'lib norozilik bildiradigan, u qildigan u jihatlarda bizniki ancha haqqimiz yo'q. Lekin endi bir axloqiy o'lcham, insonlik o'lchami bo'yicha ba'zi ahvollarni tanqid qilsak, u xato emas. U bir normal ish. Lekin umumiyga aytgan chog'da Uyg'ur masalasida hech qanday bir davlat yoki xalqaro tashkilot Amerikadek ish qilib bergan emas Uyg'urlar uchun. Shunga bu ishni chuqur muayyanlashtirish kerak deb o'ylayman men. Andan keyin yaqinda yana ko'proq kishilarniki diqqatini tortgan bo'libmi, meni eng xushal qilgan ishlarniki yana birisi hozirgi Amerika davlat bexatarlik idorasiniki boshlig'i yaqinda Arizonada bir nutq so'zladi. Arizonadagi shu hukumat amaldorlariga so'zlaganda qiladi. Sorun cho'ng emas, lekin bu odam shuni bahona qilib turib, Amerika hozirga qadar Xitoyni qancha darajada tushundi. Xitoyniki shu 70 yildan mobaynidagi tutgan yo'liga qanday baho berdi va bundan keyin Xitoyga nisbatan qanday tadbirlarni qo'llandi. Bir qator masalalarda burunqi Amerika boshliqlari ancha o'tirib qo'yib baxmagan so'z masalalarni o'tirib qo'ydi, ishitib baxmagan so'zlarni ishlatdi. Nəhayət kuchli bu nutqi bu kishiniki. Men bu Uyg'urlar degan tor jurnalini chiqayotgan qulog'i deb qo'ydim, bo'lsa shu nutqni Uyg'urcha tarjima qilib kelar qildim sanab besanglar deb. Bir bo'lsa bu chiqish mumkin. Shuncha bo'lishi mumkin. Uning ichida bir ko'zga ko'rinarlik gaplarniki birisi Xi Jinping Stalinniki izbosari bo'lishga tirishyapti degan gap bor. Yana birisi Amerikaniki hozir qadar shu Xitoy qaratgan siyosatidagi eng chong mag'lubiyat Xitoy kompartiyasiniki biz o'z oldiga bir mustaqil ideologiyaga ega, bir mustaqil maqsad, g'oyaga ega mushtaq bir organ ekanligini biz unutib qoldik deydi. Biz faqat Xitoy haqida o'zimizniki anglisi bor so'zlarni angladik, qolgan so'zlarga parvo qilmadik, diqqat qilmadik. Aş orqali biz o'zimizning xato yo'lida uzun muddat minib, bugungi holatga keldik degan mushtaq iboralarni ishlatdi bu kishi. Shunga bu Amerikaniki Xitoy qaratgan siyosatdagi bir nihoyat cho'ng burilish deb qarasak bo'ladi. Burun bunday gaplar ancha-muncha u yerda bu yerda chiqqan vaqtdan nutqda nihoyat umumyuzlik Amerika zodi Xitoyni qancha tushundi, bundagi qanday qilmoqchi degan masalada nihoyat umumyuzlik fikrni o'tirib qo'ydi. Andan keyin yana bir bo'lgan cho'ng ish Yevropa parlamenti shu o'tgan juma kuni Xitoy haqida bir qaror oldi. Bu qarorga qo'shilganlar 565, qo'shilmaganlar 34, 62 dan voz kechdi. Shundaqda nihoyat ko'p son bilan bu qaror qabul qilinibdi. Bu qarorniki mazmuni Xitoyni xalqaro adolatlik sudga tortish. Xitoyni xalqaro adolatlik sudga tortish, International Court of Justice deydi. Shuni tortish haqida qaror oldi. Bu nihoyat bir cho'ng ish. Bunda ishlar burun bo'lib boqmagan. Hozir endi mushunga munosabatlik yaqinda Xitoy kompartiya hokimiyatini bir jinoyatchi tashkilot deb atash kerak. Yoki bir terrorchi tashkilot deb atash kerak degan so'zlar ko'p chiqishni boshladi hozir. Hali cho'ng odamlardan chiqyapti. Hali cho'ng odamlardan chiqyapti bu gap. Xitoy kompartiya hokimiyatini bir jinoyatchi organ, bir terrorchi organ deb atash kerak degan narsa. Bumi hozir qadar ancha ko'p ko'rib boqmagan bir ahvol. Nihoyat kishini xushal qiladi. Yana bir bo'lgan cho'ng ish 6-oyniki 25-kuni Amerikaniki ishki palatasida Hong Kong avtonomiya qonuni degan bir qonun tasdiqlandi. Bu qonunning asosli maqsadi shu Hong Kongniki aslidagi burun xalqaro kelishgan bir davlat ikki tuzum bo'yicha mavjud bo'lib turishidan iborat mushtaq bir ahvolni o'zgartirib o'tish.
bir davlat bir sistem qilib qo'yishga opirish ishlariga to'pi qo'shgan Xitoy hokimiyat amaldorlarini jazolash. Buniki jazolagan chog'da ikki cho'ng mazmuni bor. Mazmuni ko'p hamda cho'ngroqdan ikkisi bor. Onun birisi ularniki Amerikaga kelishini cheklash, ularga viza bermaslik. Agar viza berilib bo'lgan bo'lsa, uni atkaz qilib o'tish. Bu ishni boshlab bo'ldi Amerika. Bu ishni rasmiy boshlab bo'ldi. Qonun chiqdi, aqlli bu ishni boshlab o'tdi. Ikkinchisi ularniki chet eldagi mol mulklarini to'g'ri tutish, musodir qilish degandek. Bu ikki cho'ng mazmun bor. Endi o'tgan yil chiqqan yana bir qonun bor. Mana shu Hong Kong haqida. U chog'dagi qonun kishilik huquq qonuni, Hong Kong kishilik huquq qonuni. U chog'da Hong Kongdagi mana shu kishilik huquqni dafsanda qilish ishlariga qatnashgan amaldorlarni jazolash qonun endi bu. Mao endi mana shu Hong Kongniki tuzimining o'zgarib ketishiga sabab bo'layotgan amaldorlarni jazolash ikkisidagi mazmuni biroz farq bor ekan. Bu qatimki qonunniki ma'qullanishidagi bir cho'ng alaylik Avam palatasi va Kengash palatasidan bir odam qarshi chiqmay yüz qo'shilibdi buni. Nayt tarix ko'rib baxmagan Amerikaniki bir ahvol. Ondan keyin hozir endi Kanadada mı tiz o'zgarish bo'lyotdi. Xitoyga qarshi. Kanada shu chet eldagi Xitoyga nisbatan biroz yumshoq pozitsiyada bo'lib kelgan allaniki birsi. Hozir endi yaqinda Kanada'niki prezidenti Justin Trudeau Xitoyniki besimiga boshlamaymiz degan narsani o'tirib qo'ydi. Hozir Xitoylar Kanadaning ikki adamini tutib olgan, tutib silab qo'ydi. Bular agar Kanada Mingyuan'ni qo'yversa, bu Huawei shirkatiniki iqtisodga mas'ul bosh amaldori, Huawei shirkatini qurgan odamniki qizi. Xaronada bor 2 yildak bo'ldi, buni Kanada tutib olgan. Ashni qo'yversa, aniga bizmi Kanadaning ikki adamini qo'yitimiz deb ma'nosini o'tirib qo'ygan. Xitoylar mushnasini o'tirib qo'ydi. Qo'yganda bu endi o'ylab qolsanglar, qara guruhning qildigan ishlari bu. Sen Pukunni qilpasan, biz ma'ni qilibmiz deydigan. Bu xalqaro munosabatda ishlar bunda bo'lmaydi asli. Kanada ma bir xalqaro qonunga xiloflik qilgan bir odamni qonun bo'yicha tutib olsa, Xitoy hech qanday gunohi yo'q odamni tutib olib, hozir endi Mingyuan'ni qo'yasanglar, bu ikkisini qo'yitimiz degan mudakatdan o'tirib qo'ydi. Mush gap bilan Xitoy hukumati bir terrorchi hukumat, bir jinoyatchi hukumat degan so'zdan shundan keyin o'tirib kelib chiqdi. Endi yaqinqi o'zgarishni nima desanglar, Kanadaning prezidenti Xitoyni buna besimiga boshlamaymiz degan gapdan o'tirib chiqqan. Ondan keyin yaqinda bo'layotgan yana bir cho'ng ish, shu chet el hukumatlariga, chet eldagi muhim o'rinlarga kirib ketgan Xitoy yoki Xitoy uchun ishlayotgan odamlarni tutish ishlari elib bo'lyapti keng ko'lamda hozir. Yaqinda Avstraliyada bir avstraliyalik hukumat amaldoriniki uyini aqtiribdi. Umum shu Xitoy uchun ishlagan, Xitoyga yalvosgan bir odamga uni qildi. Ondan keyin Amerikada Kaliforniyaniki Los Angeles shahriniki shahar konsili manbasi deydi, konsil a'zosining bir sanalik uyini aqtirdi. Aqtirganda uning uyidan $200,000 naqd pul chiqibdi. Bu pullarning alayligi bir qism pullar Xitoylar bergan Xongbao deb qo'ydi, qizil xalta deb. Qizil lipapa. Qizil lipapaning ichidagi ba'zi pullar, bir qism pullar. O qizil lipapaning ustida Xitoycha xatlar bor edi. Shuni shu bilan tutib oldi bular. Yaqinda Amerika FBI'niki direktori bir ahvol o'tirib qo'ydi 2 kun oldida. Hozir FBI'dan Xitoy yoki Xitoyga ishlayotgan Amerikadagi cho'ng o'rinlarniki olim, mutaxassis o'xshash odamlardan 2000 odamni tekshiryapmiz deydi. Her 10 soatda birdan odamni aniqlab qo'lga olyapmiz deydi. Her 10 soatda birdan odam. Bu ishlar nihoyatda tez ketyapti. Bu mu burun ko'rib baxmagan bir ahvol. Albatta men degandek Hong Kong qonuni bilan munosabatlik Xitoyniki amaldorlarni hozir jazolashga boshlabdi. Uniki bir alaylik birisi ularga hozir viz bermay ekan. Viz bermasini boshlab qo'yibdi. Gerçi bu qonun 25-yilda chiqqan bo'lsa, bu ishdan boshlab o'tibdi.
Menden hazırmı yine toxtamay bir kısım fikirler sorawatıdı. Men millet için iş qısam buldu. Nim qısam buldu da. Men isil tepkivatı ben hazır endi chet elliklarniki qılalaygan eng mühim işi teşviqat. Yaqin yaqi dünyadaki xalqlar, hükümetlerning Uyg'urlarning beshi kelgan fojiani tushunishda hozir misli ko'rilmagan darajada ilgirlash bo'ldi. Shunda muhim rol o'ynagan bir narsa tashviqot. Bu tashviqotning kuchi bek zo'r. Ashta boshqa buni o'ydirlik qilib bo'ldi. Tashviqot qurmay, boshqa ishlar qilmay, pul xarjlamay o'ydilan qildi ish bu. Ashta boshqa bu yerda endi kuch sanglar. Millat uchun nima ish qilsam bo'ldi deganlar. Birisi mush sadi kuch sanglar, yana birisi ish qilayotganlarga ish qilmoqchi bo'lib, iqtisodiyotni tishamayotganlarga yordam qiladigan bu jihatdan uchun tutsanglar bo'ladi. Bu ish kishini ko'p ish ketmaydi. Asalli qildigan ishlar. Men hozir shu Twitterda biroz ko'ryapman. Dastlabda Uyg'urlar to'g'riliq bu narsalarni chiqarsam, ancha-muncha tushunmaslik yoki qarshi fikrlar tushdi. Yaqinda unday ahvollar yo'qolib ketdi. Hozir men shu vatandan kelgan yangi video yoki yangi uchurlarni Twitterga chiqarsam, kishilar asosan tezlik qabul qilib, taqib boshqa qilyotdi. Ajoyib bir odamni xush qo'yadigan ishlar bo'lyotdi. Ondan keyin mushu qo'shinda ish qilayotganlarning soni ko'paydi bo'lgansiz hozir. Masalanga men Twitterga chiqqan narsalarni tezlam yaponchaga, turkchaga tarjima qilib chiqyotdi. Arabcha ancha ko'p emas. Lekin hozir yaqinda Yevropa tillari ko'paydi biroz. Bo'lsa mushsadik ishlarni ko'paysak, imkoniyat bor qarindoshlar shuni qilsanglar, o'zinglar uchur izlab o'ltimsanglarmi bo'ladi. Men asosan har kuni degidek yangi narsalarni chiqarib turyapman Twitterga. Buning foydasi bek zo'r. Masalan, bir narsaday shu nechaning oldida G'o'ljida, shu G'o'ljidagi shaxslarning uyining oldidagi supalarni, kanlarni chaqadigan bir to'lqin bo'lib ketgan. Yaqinda Xitoy to'xtatib qo'yibdi buni. Meniki farzimda endi konkret zodi nima sababdan shunaqa qilib qilolmaydi. O'zimning farzida bu chet eldagi tashviqotmi cho'qim bir rol o'ynaydi deb o'ylayman. Nima qilsanglar shu uydagi kanlarni chaqadigan, ishning oldidagi oldi o'ldagi suplarni chaqadigan o'sha videolarimiz chiqib keldi bizga. Bunlar ko'p chiqqan. Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarniki an'anaviy turmush odatlariga savatgan buzg'unchiligi degan mashaq bir temasida chiqqan bularni. Buningmi bir roli bo'lgan bo'lishi mumkin. Shunga bu ishlarga sal qaramanglar. Men 2 kun oldida shu bir Xitoyniki kichik bolalarni boqadigan yesilsdak bir yerda yesilsimikin yoki bolalar lagerimiga qullanmaydi. Kichik bolalarni urayotgan bir videoni chiqarib qo'ygan. 2 kun bo'lmaydi hozir, 1,5 kundak bo'ldi. Hozir uni 40 mingdan ortiq odam ko'rib bo'ldi. Ondan keyin 900 dan ortiq odam taqatdi buni, qayta taqatdi men chiqarib qo'ygan narsani. Bu tashviqotlarniki kuchi intayin bo'lyotdi. U yerdagi tushgan inkaslarga qarasanglar, hozir dunyoning Xitoyga qaysi darajada saskinishga boshlaganligini ko'raysizlar. Bu vaqtda rasmiy xabarlar chiqdi. Masalan, hozir Yevropadami umumyuzlik Xitoydan saskindigan, Xitoydan o'zini yiroqlashtirgan ahvollar o'tirishdi hozir. Hozir meniki tushunishimcha sal Xitoydan mehrini uzmayotgan davlatlarning ichida Germaniya birinchi o'rinda turdi. Ikkinchisi Angliya deb o'ylayman. Qolgan davlatlarda hali cho'ng uyg'unish, ilgirlashlar bor hozir. Shunga shu tashviqot ishiga bundan keyin davomli ko'ngil bo'lsanglar. Tunagan bir qiziqarli xeri Dan Harrisda bir xalqaro advokat va u Twitter bilan chiqib ketdi. Nima Xitoy o'zini biz hech qanaqa chet elga tajovuz qilmaydigan andaq aq millat, andaq aq davlat, andaq pok davlat deydi. Millatda Xitoy dunyodagi eng chong mustamlikachi davlat. Ishon salmoq xarita qarab qoladi, bir xaritan chiqib qo'yibdi. Men buni nimaga o'zimniki Twitterga chiqarib qo'ydim, o'rtoqlashib qo'ydim. Uningda shu Sharq Turkiston, Tibet, Ishki Mongol qatorliq nurg'un rayonlarni o'xshamagan rangda qilib, Xitoyning o'zini qizarang qilib qo'yibdi ekan, uni qarab qolsanglar kichik. Endi men qiziqarli to'ylig'ini mana bir xil xalqaro ta'siri bor, bir xalqaro advokat bu. Xalqaro munosabatga advokat. Bu odamning bundan narsa o'tirib chiqishi menga aytdi bir qiziqarli ahamiyat ko'rindi. Ondan keyin Xitoylarga shu Xitoy virusiniki ziyonlarini to'ldirish jihatdagi ishlarni davomli o'tirish qilyotdi.
Onunki birisi anlamışlar mümkün. Nigeriya Xitoyga 200 milliard dollar to'lam to'lash qarorini oldi. Qiziqarli yeri bu ishniki. Xitoylar bir yo'l bir balvoq qurilishi bilan bu davlatga nurg'un mablag' sotdi ekan. Mablag'larni silib olganini qilsamiz, bo'lgandikilar mana qaror qildi. Xitoy bizga 200 milliard dollar to'lam to'lasin deb. Mening farzimcha buningdagi bunday ishlar ko'paydi. Bo'libmi, Xitoy bir yo'l bir balvoq solgan mablag'larni endi nurg'un davlatlar va to'lashda qiynalgan. Endi Xitoy virusiniki sabab bilan ash pulni bermaymiz deb o'tirish chiqish mumkin. Mava Xitoylarniki shu erkin medialari bor, shuning ichida birsida Shimin Kandian degan bir televizor video o'rni bor. Kunda 2 qatim xabar chiqardi bular 7 minutdan. Ularniki tahlil qilishicha bu qatimki bu Xitoy virusi xuddi kuzvoq virusga o'xshaydi deydi. U nurg'un faktlarni ko'rsatdi. Chet eldagi qaysi davlat, qaysi rayon Xitoyga yaqin bo'lsa, shu yerga Xitoyniki virusi eng ko'p tarqaldi deydi. Masalan, Fransiyaniki Parij deymiz, dastlabda ajoyib ko'p tarqalib ketdi. Ondan keyin Amerikadagi New York shahri bu Xitoy bilan bo'lgan munosabatda vahshiylashib 10 ayındaki birinci günü, her şeyde 10 ayının birinci günü Xitoy kuni deb bekletken ekan bular. Shu darajaga beribdikan. Xabarlarda bor New York Amerikadagi eng og'ir Xitoy virusiniki zin uchirgan bir shahar endi. Shunga u odam deydi bu Xitoy virusining kuzi bor ekan. Xitoy bilan kim do'st bo'lsa shularga berib yo'q ekan deydi. Afrikadagi bu yamir davlatini tilga oldi. Afrika deydimi, u tartib ketdi bu kasal. Bir davlat var ekan, o davlat qattiq Xitoyga yaqinlashmoqda ekan. İşimiz kirgizmabdi, Xitoyning mollarini kirgizmabdi yoki bir yo'l bir balvoq qurilishim qatnashmabdi. Ularniki ilib ketganlar yo'q ekan, kasal bo'lganlarmi 50 dan da shunday. Asosan yo'q deyarlik. Ashta ahvol ekan. Shu Xitoydan jiroq turganlar bu qatim udara saqlanib qolibdi. Endi vatan haqida so'zlab beray. Shu Uyg'ur qonuniga chiqish bilan Xitoy uchur kontrolligini bak kuchaytiryapti. O'tganda bizlarga degandim, bular endi ba'zi gaplarni taqatdi. İzmail taraflardan ancha ko'rdim. Telefon uramaydigan, burun telefon ancha ko'rishayotganlar hozir telefon uramaydigan bo'lib qolganligini. Bu jihatda Xitoy hukumati o'zi bundan keyin butun chet elga chiqadigan telefonlarni rekord qilib olamiz. Biz saqlab olamiz deb bir narsa o'qigan bo'lar. Shu orqali kishilar qo'rqib ketdim, qilolmaydi. Ama bazı öylerde şu telefon kaldıklarım üyüzde kriya falan anladım ben. Anladım ki Ürümçi'ninki bazı raylarda simsiz tornifta uçurutuptu. Wi-Fi'ni bütünle uçurutuptu. Şuna burun Wi-Fi bilen çetelinin torlarını körüp bu kıvatkallar hazır. Hiç kandak küremeydiğen bu kaptı. Bu cihetteki kontrolünü küçültürdük Xitoylar. Anladım yakında yine bütün kayıtının nüfus tekşürüş 50 birlevatıda hazır. Nüfus tekşürüş, selametlik tekşürüş işleri. Anladım koçlarda bu sakçılar köpüyüp, koçluk adamlarını tekşürüdüğü işler Ürümçi'de yığılış getipti. Yakında atışqa bir kısım yaş balla kepti. İşkirden kege oxşaydı ola. Ola ki şu bana uçur etkisigen kişilinki deyişçi, yerlikler anca tutulmaydı adamlarken, bu taraf bir ahval bayken iş kılıp. Nurgun yaşlar geldi. Ama işkirden kegen de akıldı. Diyorsuzlar taraf bir ahval olup kaldı deydi. Bununki onun konkret ahvallarını ondan köpülenmedim. Ürümçi'ninki Tanrıtağ rayonunda hazır 10 günde yaptı. Hatta televizörler yok ki, televizörlerimi çürütüptü. Şuna bularning hamısı şu uçur kontrollığı, bular şu hazırki vaziyetga ait uçurlar chetga chiqib qolmasin deb muştaq qo'tamdiki deb tushundim men buni. Ondan keyin ba'zi undidar toplar taqilib Bumu uçur kontrolünün bir kısmı. Chet eldimi a'zolari bor ba'zi toplar taqalib turibdi yaqinda. Bir necha kun ichida bu ahvollar bular. Ondan keyin Ürümçi'de bir çoğun zaratlık var. Hemimiz bilimiz, nurgullarımızın tuqqanları şu yerdə. Hazır aşağıdamı onu aytib bir özgöç boğul turibdi. 6 qavatlik bir bina silinib turibdi. U yerda ishlayotganlarning hammasi Xitoy ekan.
u yerga borsa burun kiradigan hozir nimaga suv quyib quyadigan daraxtlarga ancha muncha bundaq buva qilib turib pul topadigan odamlar qattiq bo'lmay ekan. Hozir ma bino endi binoniki silinayotganligi biroz kishilarni andishaga solibdi. Bo'libmi bunidagi jasadni endi o'sha bir ko'ydirib qutqu solib turadigan ahvol bo'lib qolamdi ekan degan ashtaq uchurlar keldi ancha muncha. Ashtaq bir o'zgarish bo'lib turibdi. Endi vatandaşların içinde biz pat yakında erkek çıkımız da naiti ümit var olup ketken ruhun ketken ahvalımı var. Bazıları hatta şunu tehlikemi kuvvet tuttu. Bu tehlikenin nimetlerinin demeyim hemen. Onu bir yerde sentaz muvaffak emez. Ama vatandaşlar şu Uygur kanunundaki tasdiklanış bilen naiti bir çok işence erişip de hazır özleri. Andikin adam tuttu şu hazırımın naiti eğri derecede hep beraber tuttu hazırımı. Bir qism yo'qolib ketgan uydagilar yo'qolib ketgan kishilarning uyiga bolang yoki ering o'lib ketdi degan xabarlar kelib turibdi. Bunday ahvollar bo'lib G'uljida ekan. Hozir endi bu Xitoy o'zini nima ish qilsa bo'lganligini bu mavqeatni qo'llanmaydi. İdareler usturayotgan uqtirish hujjat bir narsalar kunda bir xil deydi. Bugun bir xil narsa chiqayotgan, ertaga bir narsa chiqayotgan. Ashta qilib kishilar aylanib, hozir Xitoylarning ish elishib, shirkatimizda orqali ko'paygan turibdi. Ashta bir ahvol bo'lyapti. Andan keyin men burundan tortib deb kelgan erlarniki bak nurg'un erlar yo'q, yalarniki shakllanganligini. Yaqında bu jet G'uljidagi uchurlar biroz ko'p. G'uljidagi bir qancha noiyalarda bu ahvol pek og'ir ekan, erlar yo'q. Erlar yo'q, hozir endi ayollarni umumiylik ayollarga bir tijorat qiladigan, ancha ish qiladigan fursat yaratib berib, ularga yoki mablag' sepirib, ayollarni ish qurlashtirish buat qilib turibdi. Yana bir echinchi ahvol, shu birisi erlari yo'qolib ketgan, yana birisi ba'zanlarmi naiti qiyin kun qolgandan keyin yerdan ajrashib Xitoyga ketadigan yoki erlar yo'qolib ketganlarni Xitoyga ketib oladigan ahvollar ig'lash qilib turibdi. Bu jihatda biz biladigan Uyg'ur jamiyati, burungi jamiyat, bu jamiyat intan og'ir darajada buzilib ketdi deydi. Bolalar mana shundoq. Hozir bir qism ota-onalar o'zimizning bolasini taniyolmaymiz deydi. Nima ish qilsa, buni butunlay maktabda yetib o'qiydigan maktabga olib borib Xitoychalarni o'qib boshlab qolgan ekan, Uyg'urlik hissiyat, Uyg'urlik qimmat qarashi bolalarda yo'q. Shunga qarsa ota-onalar qarsa o'zim bolasi o'zi burun orzu qilgan undaq Uyg'ur bolasi emasda. Boshqa bir g'alati bir xil bolalarga bilan birga turib qolayotgan ahvollar ko'rilib turibdi hozir. Buni biz burun bilatdik. Faraz qilgan bu ishlarni. Xitoymi o'zining nurg'un siyosatlarini mushtaq bir ahvolni shakllantirish uchun yo'l qo'ygan bo'lar. Hozir buniki mevsi ko'rilib turibdi. Anlab meniki pek içindi. Biz burun biladigan Uyg'urlik hozir qancha qilib qo'yatdi degan bir savol kelyapti oldimizga. Aniki ba'zi ota-onalar chet eldagi tuqqanlarga ayniq debdi, chet elda tirishinglar, bolalarni Uyg'ur qilinglar, bolalarga Uyg'ur bo'lgan so'ng jonlarni saqlab qilinglar, biz bu yerda ilojsiz qoldik degan gaplarni debdi. Shunga bu gaplardan biz bundan keyin taxmin tirishmasak bo'lmaydi ekan degan bir xil ishga keldim men. Oxirida deb qo'ydigan yana bir ish, men 2 kun oldida Facebook'qa Uyghur Project fondiniki hozir qadar qilgan va qilayotgan ishlarini bir jadval qilib chiqarib qo'ydim. Bir inimiz mendan so'ragan temashni bir o'qib qolgan bo'lsak deb. Xabarlarda bor Uyghur Project fondi o'tgan yil 6-oyda qurilgan. Undan burun men o'zim Facebook'da bir qancha qatim yan to'plash berib bir qism ishlarni boshlagan. Onundan keyin Uyghur Project fondi aslida nazar yan to'plashni qilib bir qism ishlarni qildik. Endi biz qilgan ishlarning ichida Uyg'urlar yan tor yo'lini bilasizlar. Undan keyin yaqinda Uyg'ur ona tili app degan bir appni bitirdik, cho'ngroq ishlardan. Undan boshqa kitap chiqarish yo'lida qilayotgan ishlarimiz hali ko'p. Ben ba'zilarini taqdimladim bu yerda, hozir deyish yaxshi emas, o'zimizga foydasiz. Bir qism ba'zi kitoblarni demedim, keyin ko'rsizlar o'qisizlar buni. Onday boshqa turlar bor, bo'lib tor
Uyg'urcha el-kitob tor ambarlaridagi gap so'zlarim bor. Bu Uyg'urcha tor kitob ambarlari qurilg'ili xil uzun bo'lgan. Ko'pinchilari 10 yildan burun qurilgan. Buni qilgan qarindoshlarimiz to'xtamay tirishib, o'zining vaqti, o'zining puli bilan tirishib, hozirgidek holatga kelgan. Yaqinda bir qism yangi turlarni qo'shmoqchi bo'lgan yoki ba'zi torlarda yillik yangilash pulini to'lashda qiynalib qolgan qarindoshlarga biz yordam qildik. Endi biz yordam qildik degan gap qandaqda tor betini biz qurib berdik yoki biz hozirgidek holatga keldik degan narsa emas bu. Shu bu isinglarda bo'lsin. Bu uzun başlanıp uzun minvatkan narsa. Biz növbetdeki bazı yeni türlerini vücut çıkarış için biz iqtisodiyotni yordam qildik. Quvvatimiz, bunu da kimi qilamiz bu jihatda. Shunga ma'ni mushbincha tushansanglar, men shuni bir eslatib qo'y. Yana bir ish. Bu qatimki shu xulosada men 7 ta kitobni kirgizdim. Biz qilayotgan kitoblarning ichida bunun ichida bir kitob bor, Uyg'ur tarixi degan. Bu kitap doğruluk qarindoshlarcha ishlarni bilmaysizlar. Men bunundan 15 yil burun shu minkoxalar uchun, chet elda tug'ilib o'sayotgan bolalar uchun, chet ellar uchun bir kichikroq, hajmi cho'ng emas, tezla o'qib oladigan bir kitob lozim ekan degan narsani his qilgan. His qilib men 15 yil vatanga bormay 2006, 7 va 2009 yilda 3 yil bordim. Şu çağda bağa vaxtıda bəzi bizim tarixçilərimizlə görüşüb, bir işini qısaq, siz yazıb verin, mən əşkitib sırtda bastıray, bir nəsə materialbək lazım degen. Bəzi miniki yaxın dostum vardı, yazğan, bu nəslim yazğan, açıq qalmadıq, açıq boğaçılık turumuğa kirib ketib, bazı izdirgi yox, başa hop getdi. Üzəminin konuda açıq bir nəsə bək zörür degen, bunu dünya qurultuğumu degen aynı vaxtda. Bir material lazım dedim. Bizdeki nurgun tarih kitaplarımız var. Bu Uyghur tədqiqatçılarga, maskeli da, Uyghur tədqiqatçılarga yoki Uyghur dərsi okugan vaxtı var, adamlar okusa, kitapların həcmi çoğ. Hazır bizge lazım bo'lgan bir narsa, haqlar Uyg'urlar qandaq millat desa, ikkita javob topa oladigan uni. O'zi cho'ng emas, vaqt tartibi bo'yicha yozilgan. Shu 2-3 ming yillik Uyg'urlarning tarixini ixcham ko'rsatadigan bir material lazımdı. Bunu yaqinda bizniki bir necha qarindoshlarimiz qildi bu ishni. Qildi kitap bitib, hozir oxirgi bosqichlarga keldi. Yana kamera bor. Uyg'urcha yozilmoqda bu kitap. Albatta men degandek bu tarixiy bilimga ega qilish kishilarni, chet elda tug'ilgan Uyg'ur bolalari, minkoxan Uyg'ur bolalar, chet elliklar. Ashtaroq naslni nishonlab turib yozgan narsa bu. Şuna bu kitap çıkdı. Xudoyim bo'lsa bu kitapni Uyg'urcha, Xitoycha, Inglizcha qilmoqchi. Keyin bu qolsa turkcha qo'shishimiz mumkin. Qancha chiqim kesilmaydi buni qilmoqchi. Shunga bu bir ish bor, buni sizlarga deb qo'yib turay. Qolgan to'g'riliq hozir ko'p so'ramay turinglar. Keyin qolganini bilsizlar. Xudoyim bo'lsa bu Uyg'ur yaxshi bir material bo'lib, hozir qadar Uyg'urlarniki bir bo'shlig'ini to'ldiradigan bir narsa bo'ladi. Bet sanımı normal kitap ölçümüde 305 betne eşip ketmeydi. 300 betten. Aşağı bu başka nurgun kişiler bunu özün boş vaxtda okup da tizlamken Uygur degan zat qandaq millat tarixte nemişler bo'lib ekan, aş to'g'riliq bir nayti sistemlik bir tushunchaga ega bo'lgan bir narsa bo'ladi deb orzu qilyapman men. Buni mashq deb qo'yay. Men har qatim shu Uyg'urlarniki kishilik taraqqiyoti, chet eldagi ishlarni qanday qilish to'g'riliqmi mazmunlarni so'zlab kelgan. Bilgan so'zlamay, bilgan mazmunlar jiqib ketdi. O'zimni tayyorlab qilolmay qoldim. Yana bir muhim bir tema bor. Men sizlarga bir deydigan, buni esa bir tayyorlab qilib, kelar qatim yoki unda keyin so'zlayman. Bilgancha mushlik so'zlab turay. Kelar qatim ko'rishkichilik aman bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.